Seyirni, öydeki bir neçe koyni, işleme eynekni, gilemni, bağdaki meyvelerini satsak, yetmegen yeriga kulum koştulardan qarzap bolsumu, tizimliktikini toluqlasak, sile yeni bir berip bakamla. Şunda kıygandım tel kılanmaymiz. Ulanın nefsi bekmi çok. Teki çalıdın içkini soysuğun devatmamdı. Takat bolmaganda öyni sataylı. Bunda kılışkı bolam diken. Öy makanını sitiretsek, nerede oturup gün geçirmez. Menimçe bu toyunu kınmaylı. Yalsın kelgen diken, nasihat kıl. Eğer kız ölen bir görüp, toy hıdını kaytırasın. Siz? Ben sizni, ilah konucaydı kütüp atqılı. Bir neçe gün boldu. Şundaqtı mı? Xalıqanca öy kırmızınız olattı. Nemiş oldu? He? Neçe günden beri, nemiş kılatsız? Hizmet ölen de. Eğer siz meni rastımda taşla ötümem deydiğen bolsanız, ben derhal sotqa varım. Nemelen davasız kadirligim? He? Bugün ne boldunuz? Çeçilip tuqapsız o, he? Siz rastıllah, Ra'nan yasındın, tatılmakçı mı? Nemeleri davatsız. Sizde güzel cananım yeni tutulsa, onu nem kılattım. Bir yerde başka gap yok. Onu tağamla oğluğa tanıştırıp koya degendi. Belkim işler bundaq osan emasdi. Ra'na bugün düştüğün qaytıp keledi. Rastma? İşenmisiniz? Aeroplan stansiga çıkıp qarab yakın. Şöhret, biz toyumuzni qachon qilamiz? Endi kutib turamayman. Ay, ben mi toza takkaza bulavatım he? Ay, kechqurun yeri konu jar verip, obdan maslatish olayli. Bolamdı. He? Rasma? Ben sizni qachon aldab baqqan? He? Hozir nima ish qilmoqchi? Tushdi dam olman, tushdan keyin ishga boraman emasmi? Ems bundaq yasnamapsiz-ku. Siz kelishdan burunla sirtdan qaytib kelishimdi. Apam uygunum ketmesin. Siz tezirek mangaç durun. Bolamdı. He? Yürüm, yürüm. Hey, unutup kaldınız mı? Akışkın çıkıp gidin. Hayır, hoş. Hoş. Ben onu izlep yürüyeyim ha. Shahar kirib ketgandi. Tehiç kamayyotidu. Bir çataq yo'liqib qolgandi. Ra'naning ishini. Ben Rana'nın işten haber taptım. Sizler hatırcam bosla. Ben yasını çokum izlep tapım ha. Biz bu işini çokum omşaymiz. Akşamlık Yasin bilen kelin. Mesletlişidiğe iş ba. Eğer polo da yerlap koyslar ben kiliyim ha. Ay? He? Ay, geldi, geldi. Aynen siz ağırım gel. Akela, önümüzde özledim o. Son kız birini götürüyorsun. Senlerini kim tanıydı? Yolu boşalt. Oy. Şapsalan bir biraz dost oldu. Yaxşı. Qarşı alın. Hemen sizde masekeli ben apırıp koyay. Kechiring, aeroplan stansiyadan tayyor mashinasi bor. Biz maxsus sizde ağlı geldik. Nimanda kaçlık kılsız? He? Masekeli ben geley. Buraya. Sizden belki haberimiz olması gerek.
Ilık gadayım ailem toyluk çıdımağalık için apınız onu qoğulup etti. Şuna o sizden qattiq nefretini otudu. Bu işlarning sen bilen hiç qanday alakası yok. Yolun qıman. Qani, o'ltirib o'yla. Nima tortmisiz? Buni o'ltirib o'ylang. Shunday qiling Ra'na. Hayatlı bo'libken men qo'limni qishib qutulib kirib qo'y. Murat, sen uning darvozasini chin saqla. Bo'ldi. Hozir avtobusga yetishmayli. Ondan uni uyiga olib qo'yaylik. Aeroplan çıkılı 20 minut bo'ldi. Ra'naning birdan kutib turmay ketib qolgan nemisi? Onun keldiganligini boshqa odam bilamdi. Men uning oldingizga chiqqan deb aniq aytgan tursam, balki bir ahvol bo'lib qolgandi. Bu ish baribir oydinlashidi. Aka! Ha? Salima, u mening singlim, ha? Qaytib keldingmi? Dadam opamla yaxshi turatamdı. Mayli, nayt yaxshi. Sizlarni bekmi sevgindim. Anlasam toyağını yıkılışıp kaptı deydi o. Kimga uylanmoqchi bo'lding? Ali ma'lumotli yo'ldosh. Deganlaringizning hammasi to'g'ri. Akangizning to'y ishini mayliga borgandan keyin asta-asta tushunib qolasiz. Bu yoq. Taniyolmadingmi? Bu boshlang'ich maktabga qiziq savoq desang Ali emasmi? Uning laqabi Maymun. Rostini tanimay qopdiman. U chaqda taqir boshlang'izga deymi? Endi chechimizni paqirtib yurmasak, qizlar yartamdi. Bo'ldi, narsa keraklaringizni bu janjigar akangizning velosipediga ating. Biz birga ketaylik, ha? Ma'qul. Kelinchakni og'il kelib, singlingizni olib ketadigan bo'ldik-da, ha? Shuhrat, rostilla shuncha vala pulni chiqara olamdi. Amina hacha. Sizlar g'am qilmaslar. Shuhrat uchun pul degan jiq. O Ra'nani yoritib qoldimi bo'ldi. Osmondagi oyni uzilish tayyor. To'g'ri, hozir u nima desiz shuni berdi. Kelgusida qozonmi, cho'michmi moy bo'ladi deslar. Albatta. Ra'na. Opa, bu sizdan zodi nima qilganingiz? Sizlar uningga obdariq nisbat qilib qo'ysizlar. Uni ayirmasak bo'lmaydi. Sizlar o'zlaringizlarda mahkam turibsizlarmi? Ish chiqib qolib meni chaqirala. Balam, Shuhratlarning qo'lida puli bor. Qo'lini nega sunsishag yetidi? Sen shunda qo'lligida boy odamga yopiq bo'lishga unimisan, keyin qanday qilamiz? Opa, siz meni sotmoqchimi? Balam, sen mening holimga yetkin. Mening bundan boshqa ilojim yo'q. Ular akang bilan ufqongning barliq to'y chiqimlarini ustiga olmoqchi bo'lgandan keyin men seni Shuhratga berishga qo'shildim. Hamma ahvol ana shunday. Ishlar bitib qoldi. Yeni bilishga bo'lmaydi. Ular choyni o'g'illikka akirmoqchi bo'ldi.
Rastını aytsam, onun uygu üstüne kirip, ahvalını eniq bir bilip gelsem deyme. Ahval naiti eniq. Qizning opisi xalq olam oldida to'yliqni qaytirib atganiga qaraganda, buni cho'qim qo'llayotgan odam bor. Hozirgi gap qizning ahvolini bilish uchun uning bilan darhol uchrasak bo'ladi. Menimcha, tag'am mammamlar aytgandek, atla aholi komsitga berib, to'y xetini qaytirib yutayli. Nima? Qaytirib yutayli? Shunda demisak, Ra'no uydan qanday chiqadi? Ra'no. Sen nimaga kelding? Sening nima karing? Sen demasangmi bilaman. Sen Ra'noni izlab kelding, shundaqmi? Qaytib berib saraliq aytib qo'y. Ra'no Sho'xatni xonimi bo'lish oldida turdi. Bundan keyin quruq xabar bo'lishma. Sen mu berib, boyvachanga aytib qo'y. Ra'noning qalbi hargizmi Sho'xatga taalluq bo'lolmaydi. Sen zaten nima ish kelding? Lalni ishtlarni izlab keldim. Lalmish. Bir payt so'ngak tashlab bersa, azinin ketkicha vang shiydigan. Lalni ishtlarni izlab keldim. Yalg'a aytma. Bu yerda vang shiydigan ko'rmadim. Yaxshi qarab baq. Sen meni oldi otsa, atdiganning bir yerda vang shiydigan lalmish ko'rmadim. Ko'zing yo'g'an ichib, o'zingga obdara qarab baq. O'shuni chig'ibchi. Sen meni vang shiydigan lalmishga o'xshatmoqchimi? Mevzuda? Bu narsalar nima qilsiz? Ra'nodan qaytib kelibdilar. Og'rib ketib qoldi. 2 kun bo'ldi, hech narsa yemay, bir naqshini past ovozda o'qib yotdi. Sho'xratlar 1-2 kun ichida to'y qilmoqchimish. Amin xocham bozordan hadanga ko'ngil topqidek bir narsa aytgan deb buyurgandi. Ali aka, Ra'nodan yoshirin bir parcha xatni doktorxona boshlig'ining qo'liga olib bergin deb muobergandi. Xatni beradingizmi? O'z qo'liga berdim. Ukam Mavluda, Ra'no adingizga aytib qo'ying. U tan salomatligini obdan asrasin. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. Erta akşam oila aqsiq chiqsin. Yasin bilan ikkimiz uni saqlab turamiz. Agar atlashmay qolsa, o'g'illikka yana chiqsin. Bo'ldi. Rahmat sizga. Hey, bu. Oy. Yigit, siz bir necha kun burunla to'yga tap bo'lgan-ku.
Bu mening singlim bo'ladi. Siz bilan bir ish to'g'riliq so'zlashgili kelgan, qiz tarafning vakili kelganda so'zlashaylik. Yigit, to'yxeti elib, necha kun o'tmayla sestra qiz Ra'no bilan yomonlashib qoldinglarmi nima, ha? Ra'no? Habibaning singlisimi? Ha? Ra'no qizning yana Anvar deb inisi bog'i deyman. Sen qanday bilasan? Uning otasi Amina Kerimova. Kechiring, sizni avvar qilmay o'zimiz hal qilib olsaqli bo'g'idek. Sen Ko'ring bu tomoshani. Qizning ota-onasi kimligini bilmay da'vo qilganini. Ha? Amina Kerim? Mana ajab tanish ism bu. Ha, shumidi ya? Voy, siz qayerga? Xalq doktorxonasiga kelishuvjimi? Mana sen, yaxshi turdingizmi? Bir ishingiz bormidi? Bildim. At deganda cho'qim boraman. Xayr. Urumchi taraflardan nurg'unlig'a yoshlar ota-onasi xizmat ishlab to'yni oddiy sodda o'tkazadigan bo'ldi. Men ota-onamni ko'ndirgandan keyin uni onasini ko'ndirishim lozim-da. to'y bo'lmagan kelin qaynonasiga nasihat qilgan ish nima bor ekan? Yangi qoida, yaxshi odatlarni tashviq qilish hamma kishining majburiyati emasmi? Degan bilan yangi kuchlarimiz taraqqiy qilib borgan sari o'syapti. Ishlar yaxshi taraqqiy qilyapti. Shunday. Biroq Ra'noning og'rib qolganligi nihoyatim yomon bo'ldi. Burungi planimiz bo'yicha Ra'noni sening uyingga o'rlashtirib qo'yaylik. Bo'ladi, shunday qilaylik. Opam uning holidan obdan xabar oladi. Ma. Akirib qo'y. Amina Xacha, mehmonlar ketdimi? Ketdi. Ketdi. O'tirsizlar. Qani. Asla. Sizim deyilgan narsalarning hammasini talto'kis ekkagandu. Ha. Hammasini talto'kis ko'ngildagidek ekepdi. Endi buningga rozi bo'lganlar. Rozi bo'ldim. Jenim Fatamxon, rozi bo'ldim. Ana bola ikkisining odamgarchiligiga endi go ishonganlar. Xudoga shukr. Obdan odamlar bilan quduqdasan. Asla, qani, baxsla. Opa! Ra'no qani? Karvatda yotibdi-ku. Yo'q, karavotni qarab chiqdim, yo'q turdi-ku. Voy, bu nemish? Juslaq qarpaqaylik. Ra'no? Ketibdi. Men sizga burunli degan emasmidim. Endi qanday qilamiz? Voy xudo, bu yerim kechida bir peshkanlik yo'liqib qilishdan saqlag'aysa. Voy, uyning oqisli cho'ng daryoda emasmi? Rost. Voy, justa, o'zi paqadi, justa. Selvirin yahari, kulunga bağdek oldu. Kulunga kuş, şakalık yürek, yağdek oldu. La la la, la 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 la. Kulunga kuş, şakalık, la 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 la. Şurak. Şükürlen kıpı. Onunla işkirleydiğin nimeler. Şundan kıpı. Pulunu hacleşli bilirsen. Ra'noni kolu keltirip alsamla. Pulum için. Baktığım için. Şok. Ra'na. Ra'na.
ket. Bizden Rana ket. Julan aldık çıkaylı. Rana. Rana. Oy patam kaça. Bir yerde nemiş kıp süresiz. Rana kini. Rana'nın nemiş ağaç gelmediniz. Yeninizdeki akıllı hotun kim o? Nimadan ne bu? Oy, şu... Naman, çakkan öykü kaytana, çaksan. Naman? Naman diye kim o? Ben Naman emez. Siz menimi tanıyamay kaldınız mı? Ben mesul kalmadım. Bana Rana gerek. Oy, Şöhret, onda kıma, set buludu. O Rana'nın opsi. Mundaktan, bu meni kıyılanım bunu dikende. Ben sizinle uzun bir görüşte arzuluk sürettim. Biz görüş koyaylı. Sen! Sen? Ben seni, yılıq kıvanıcaydı saklıqıl 4 saat oldu. Toy işimiz doğruluk. Mesleğet işimizi gelmez miydin? Neymiş ki bağmaysa? Ben... Cüsle, bir yerden kiteyli, çakkan. Sen beni halaket yolu kıstaverme. Sana şunu eğitip koyay ki, sen eğer rastını beni taşlıtmen deydiğin bolsan, senin işlerinin hemimizin halk alem aldığı çok deseyme. Dünyadaki geplerini kışırsam oğlum. İyi, bende günah yok. Günah Moşula da. Moşula beni arak kız meskip koydu. Sen mesela sonra pek... Şundak. Günah bizde. Bunu meskip koyup... Silahlardeşken cayga varamay kaldı. Rana tepildi mi? Rana ko'ngil bilib ketibsiz o. Bu daryoga o'zini tashlabdi. Opa, o kim geldi? Ha? Oo. Salime, kiring. Opa, mehmon keldi. Keling kızım. Rana'dan haber var mı? Rana'dan endish qilmang, u hargiz chatoq chiqargan qiz emas. Bu meni o'tir maktabga savoqdishim. Yaxshimisizlar? O'tiring. Oturun. Amin Kerim'in oyu şu mu? Ahli komitet kadri ketdi. Kersler. Aslında sizken sizde. Amine. Beni tanıya aldınız mı? Sizli hiliqi yer ıslat hizmet deydi işleyen yoldaş Hasan Godaymi? Doğru ettiniz. Ben şu vakitteki Hasan. Kesle, otasla. Oturun. 30 yıl oldu. Şundak, 30 yıl ötüp gitti. Siz şüphe tuturupsiz. Ne dedi ki ne? Perip gitti o. Ha? Memtikan bir yer gitti mi? Hizmeti yetkilip Beijing yetkili 2 yıl olup kaldı. Oy, sizli kandak kılıp biz taraflar kep kallar. Bir iş bilen kilemedim. Anlaşımca kızınızdan söyleyen yigiti bilen toy kılışı koşulmaydı ikensiz. Muşiget hakikaten rast mı? Sizge şunu etip koyayım. Belki nurgun pul heşlep sizge köye olmakçı olan şöhret degen tazı bir düşecek nerse. O hükümetin bazar sodusu ruhsat kallardan faydalanıp hemme eskiliklerini etçesilik bilen şoğlunu atırdı. Siz onu aldam haltısız düşüp etmem. Boldu endi unutulgu almışla. Men hemmini ufuk oldum. Bırak men kızımni, hilik saralık soltek muallimge beramayman. Rana, yezinin ait yakşı, münevver okutkucusunu yakşı görüptü. Ula, partiyanın konu adetlerini özgertip,
to'yni oddiy sodda yangicha o'tkiz chaqirig'ini ochitib qo'lladi. Bu nima degan yaxshi ish? Ayni vaqtida sizlar Mamtakam bilan yangish to'y qilib boshlamchi o'g'anlig'ingiz esingizda-ku. Amina, u nima degan esli fazilat? Mana endi yoshlarning nikoh erkinligini oddiy sodda yangish to'y qilishini qo'llasangiz, bu qanday o'g'ini? Bunun jamiyatga qanday yomon ta'sir berishini o'ylamadingizmi? Rost aytdilar. Yomon ta'sir bo'lishini o'ylamagan yerda emasman. Ularning to'y qilishig'imi qo'shilmayman emas. Lekin hozirgi vaqtda to'y qilish o'tgankiga hargizmi o'xshamaydi. Albatta, hozirgi burunga o'xshamaydi. Xalqning turmushi nihoyat o'sdi. O'z loyig'ida to'y qilishga imkoniyatmi bor, biroq ba'zilar to'yni bahona qilib mol dunyo yig'ilmoqchi bo'lyapti. Zarur bo'lmagan rasmiyatlarni ko'paytirib, to'yliqni baxmu eg'irlashtirib boradi. Hozirgi zamonda to'yliq so'g'i salom olmaydigan qiz neda va? O'g'limning o'ziga topgan loyig'i oliy maktabni bitirgan qizkan. Uning to'yligi cho'qim eg'ir bo'ldi deysizlar. Opa, bo'ldilar. Bu qiz yaqinda oliy maktabni bitirgan. Salima. Sizda fikmi? Seni belki bilmeydiganlar. Hozir nurg'unlagan yoshlar ota-onasining qo'llashi bilan to'yda o'zaro so'g'anmaydigan bo'ldi. O degan tashviqot, chaqiriq. Amaliyotda undaq ish zodi yo'q. Ra'nodak ahmoq qiz neda va? Yigitining so'g'i salom og'idak pulining yo'qligini bilib turib, shuningga tegiman deb tarsonlik qilib turib olyapti qarsalar. Ra'no qizning bu ko'z qarashiga nihoyat qoyilmi? Qoyilman. Undaq bo'lsa, o'zingiz daqiqmi? Siz to'y qilgan vaqtingizda yigit tarafdan hech qanday so'g' salom olmay to'y qilishga ota-onangizni ko'ndiramsiz? Opa, undaq gaplarni qilmag'ana. Kelimi xabarda bo'lib qaslar. Ota-onam hech qanday so'g' salom olmay yangicha to'y qilishimga allaqachon qo'shildi. Shuningdek, bizning to'yimiz yaqin orada bo'lsa-mu, yigit taraf xotirjam ansirmay xizmatini ishlayotdi. Anglashimcha, qaynonamning so'qig'idek hech qanday iqtisodi yo'q-ki. Qarz oldigan, narsa kerakligini sotadigan ishlarni qilib tushunmabdi. Yaxshi. Nihoyat yaxshi. To'g'ri joyda ish yo'qdi. Makaramatni qarang. To'yli qilmaydigan qiz mana oldimizda turibdi. Men sizni tabriklayman. Siz cho'qim baxtli bo'lasiz. Oy. Sizni ko'rgandeklik qilaman-ku. O'qituvchi Yosinning singlissi emasmisiz? To'g'ri. Yosinning singlisi? Rost shundoq. Aytana, yigitingiz zodi kim-u? Bu nihoyat yaxshi uliga. Buni kang tashviq qilishimiz lozim. Salima, aytaveram. So'zlaring qizim, bu yerda yigitni taniydiganlar yo'qdi. Nimadan qo'rqsiz? Salima. Bu eliq Salima degan qiz emasmi? Shu. Unda xo'si bu yigit kim-u? Bu mening cho'ng o'g'lim. Ha? Tortib chiqdi. Ayni vaqtda sizlar Mamtakam bilan yangish to'y qilib boshlamchi o'g'illigingiz esingizda-ku. Daryoga tashlab o'lyapti deydi. Voy, hey! Epagan to'yloq, so'zlarni bir-birlab yondirib ketib. To'liq aytib kelmaydigan bo'lsangiz, o'g'lim Shohratdan ko'zingizni ko'rsin.
mana narsalarni akeldik. Paton qacha, bu narsalarni bir-birlab o'tkazpaslar. Hey, nerede unda qasa iş varken, sana vergen naq pul, nez kerak, ovoz degende necha yuz yo'l yetidi. Sen bularni qaytirmay turib, to'yliq qaytirish qardaşım dema. O'ylanib chiqishman deb o'ylama. Obdan acha, bir qitim iltifot qilsa, kiyimlarini kiyibdiman, pullarini hajlab qo'yibdiman. Endi u narsalarni nədimidi? Yap bo'g'inim, ishilib bo'g'inim bilan mening nima qarim? Bugun qarab turib o'ylandim. Uyliga chiqishi chiqadi ekan, har kim masalaga chiqmaydi. Sotini beraylik. Akilam. Habiba, halqangizni bering. Siz halqingizni bering. Tiraxacha, sizlar nimancha ochiqlaylar. Patam qacham ishitib qo'ygan narsalarni biz to'yib ketaylik. Bunda qilsam bo'lamdi. Buni keyin o'zimiz bir narsa ishamiz, Mavloning narsalarni qaytarib eslar. Ma'qul. Bir paltoliq sokni. Bir dan un alg'u. Bir ko'nglaylik jipakroq. Bir jup parpan. Shundoq qilib, biz oxir g'alaba qildik. Shuhratning onasi qanday qoldi? O xotin. Balam Shuhrat, ne desen? Deb qasab qoldi. Au kim o? Ha? Sofiya! Sofiya! Sofiya, bu kechda nima ketyapsiz? Onun bilan to'y to'g'riliq maslahatlashish uchun ketib boraman. Kim bilan? Kim bilan? Shuhrat bilan. Uqmamsiz? Onun bilan jurvat qilib bir necha bo'ldi. U hozir qayerda? Ko'l bo'yida saqlab turdi. Xo'shamsiz? Shuhrat uning bilan to'y ish to'g'riliq maslahat qilmoqchi bo'lsa, nima uchun mushundaq bir chat joyni tanlab maslahatlashadigandir? Sofiya, qarang. Kashk manzara nima degan go'zal, a? Shundoq. Biroq kun o'ltiribdi. Jirim, ayaga chiqaylik. Sofiya, men sizga shuncha ko'p huzur-xolik aytsammi, yanılamanda ranjiyotamsiz. Siz burun. Men sizning har qanday talablaringizni o'rinlayman. Men sizni mengu baxtli qilman deganingiz emasmi? Men endi hammadan ayrildim. Amirg'im, ozroq taqat qiling. Hozirlar menga baxt kirasiz. Qo'lini tut. Kaptan ketdim. Kamamda.
Ulan bize koydukmasam, sakın balaş! Kımırlama! Şöhret, sen kok elinde! Bununla! Maya! Maya! Sofiye! Sofiye! Gözünüzü açın! Gözünüzü açın! Sofiye! Sofiye! Naşa! Ben hemini tapşıray! Varlık kılmışım tapşıray! Hemini tapşıray! Mevlüde? Yoldaş, birden turup dursanız ağa kız kışkı kız gibi batı dep koysam. Boludu. Mevlüde, keleme, kelem. Ali aka, opam mening maktab yurib o'qishimga ma'qul bo'ldi. Rasma? Sofiya, sen demag'in to'ng'u. Men seni yo'qlab kirdim. Rana, men o'zimga bermayjinim. Bo'ldi, ko'nglingni buzma. Ishlar o'tib ketdi. Endi olg'a qarash kerak. Kelgusida cho'qim yaxshi bo'lib ketsa. Qadir? Kirsem bo'lamdi. Kiring. Sofiya, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Rahmat. Sizga. Ko'nglingizni buzmang. Meni shu yerda sizni saqlab turdi. Menimi? Ha. Papa. Jinim bolam. Sen meni kechirgin. Papa, bolam. Yasin bilan to'y qilishingga qo'shildim. Yangi to'y qilishingga qo'shildim. Mevlüde, bir yer girmeyle. Oldu bilen Sofiya adınızını görüp çıkayım. Ma'qul. Yürü. Yur bolam. Uyimizga berib, to'yning tayyorligini qilaylik. Papa. Demeli şu imiş o mu? Ana shu. Kiring. Aminaxon, her qaysilarının aldılarına 7. qatim kelishim. To'y ishini endi qanday qilamiz? Albatta bolalarning orzusi bo'yicha qilamiz-da. Rana qiz, ko'l bo'yida sizni yasin saqlab qoldi. Bo'l bolam. Chapsan bo'l. Mana. Bo'la.